Samarali o'qishning 5 usuli. O'qishdan to'xtang. Ayni damda qilayotgan ishingiz vaqtingizni behuda sarflayotgan bo'lishi mumkin. Yozganlaringizni qayta o'qib chiqish, dars mavzusini tahlil qilib chiqish, kerakli nuqtalarni belgilab borish, qayta va qayta takrorlash. O'qib o'rganishning ushbu taktikalari sizga yillar davomida o'rgatilgan. Lekin ilm-fan bu borada aniq bir xulosaga ega. Ba'zi bir o'quv taktikalarini qo'llash boshqalardan ko'ra ko'proq samara keltiradi. O'qib o'rganishning kerakli usullarini izlab topish uchun soatlab vaqt sarflashingizga hojat yo'q. Men siz uchun ularning barchasini izlab topib, video shaklida tayyorladim. Bu videoni ko'rganingizdan so'ng o'qishda qolgan do'stlaringiz va kursdosh sinfdoshlaringizdan ko'ra ustunroq bo'lasiz. Bu videoda samarali o'qib o'rganishning eng yaxshi 5 ta usulini o'rganib olasiz. Qisqagina vaqt ichida yuqori afzalliklarga ega bo'lasiz. Agar siz bilim ummoniga sho'ng'ishni, haqiqiy bilimdon talaba bo'lishni istasangiz, bu videoni ko'rgach zudlik bilan harakatga tushasiz. Bu video eng yaxshi talaba bo'lishga o'rgatadigan 5 ta qismlik tekin videolarimizning eng birinchisi. Shuningdek, siz ushbu videodan o'zingizga kerakli motivatsiya ham olasiz. Bu dunyoning har qanday burchagidagi har qanday kishi bu videoni mutlaqo tekinga ko'rishlarini istaymiz. Chunki biz videoda o'rgatiladigan narsani bilib olish uchun pul to'lashingizga hojat yo'q deb hisoblaymiz. Bil'aks bu kabi narsalar sizga maktabdagi darslaringizda o'qitilishi kerak, ammo maktabda bu sizga o'rgatilmaganligi uchun ham biz sizga yordam bermoqchimiz. Bularning barchasi tekinga. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bilasizmi? Ba'zi odamlarning eslash qobiliyati juda kuchli bo'ladi. Ular ko'pincha turli musobaqalarda qatnashadi. Ularni xotira atletlari deb atashadi. Har yili jahon xotira chempionati o'tkaziladi va u yerda ishtirokchilarga 72 ta tasodifiy so'zlarni eslab qolish uchun 20 daqiqa vaqt beriladi. O'rtacha hisobda ular 72 ta so'zning 71 tasini to'g'ri eslab qolishadi. Oddiy insonlarga taqqoslaydigan bo'lsak, oddiy insonlar 72 ta so'zdan o'rtacha 26 ta so'zni eslab qolishadi. Boshqa bir misol, videoni ko'rayotgan ko'pchilikdan anchagina qariroq bo'lgan Akiya Hariguchi 2006-yilda Tokiodagi jamoaviy uchrashuvlarning birida o'z xotirasiga tayangan holda matematikadagi pi belgisining 111700 ta raqamini yoddan aytib bergan. U 16 soat davomida tinmasdan raqamlarni aytib bergan. Bunday xotiraga ega bo'lish qudratini tasavvur qilib ko'ring-a. Bugundan boshlab siz o'zingizni shunday iqtidor egalari sifatida tasavvur qilishingizni xohlayman. Siz shunchaki talaba, o'quvchi yoki bitiruvchi emassiz, balki xotira atletisiz. Siz soatlar davomida ma'lumotlarni miyangizga majburlab kiritishga harakat qilmasdan ham kitobda yozilgan narsalarni, masalalarni